uchun katta rahmat. Savollar bo'lsa marhamat. Navbatdagi taqdimot sizlar uchun loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqishda BIM texnologiyalari va sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash bo'yicha bo'ladi. Bu loyihachilar uchun eng aktual mavzulardan biri va ma'ruzachimizdan iltimos qilardik, reglamentga rioya qilgan holda, tezlashtirilgan holda ikkinchi ma'ruzasi bor. Zamonaviy turar joy majmualarini barpo etishda namunaviy loyihalarning afzalliklari to'g'risida ham qisqa ma'lumotlarni berib o'tib ketsangiz, marhamat. Assalomu alaykum anjuman qatnashchilari. Hozir ko'rib chiqargan mavzuyimiz loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqishda BIM texnologiyaning o'rni haqida va sun'iy intellekt haqida gaplashamiz. So'zimni mashhur faylasuf Benjamin Franklinning so'zi bilan boshlamoqchiman. Ya'ni tayyorgarlik qilmaydigan kishi muvaffaqiyatsizlikka tayyorlanmoqda. Ya'ni bugun nimaga tayyorlanishimiz kerak, bugun qaysi tarafga qarab ketyapmiz, bizani kelajakda nimada kutadi. Shu haqida qisqacha ko'rib chiqamiz. Xo'p, BIM texnologiya nima? BIM texnologiyani qisqartirib aytadigan bo'lsak, bu binoni raqamli egizligi. Ya'ni Bahodir aytib o'tdilar, boya ko'prik boshqa binolar haqida raqamli egizligi haqida bu chuqur tushuncha. O'shani hozir qisqacha ko'rib chiqamiz. Xo'p, oldin bir yaqin o'tmishga qaraymiz. Arxitektorlar qanaqa chizardi qismlarni? 1950-1990-yilda qo'lda, planshetda, stilus yordamida qalamda chiziladi. Keyin zamon o'zgardi, nima bo'ldi? Endi kompyuterlar boshlandi. 1990-yilda kompyuter demak ixtiro qilingandan keyin ommalashish boshlagandan keyin chizmalar kompyuterda, qo'ldagi chizmalar faqat kompyuterda chizilishi boshlandi. Keyingi davr boshlanishi 2000-yillarga to'g'ri keladi. Ya'ni binolarning 3D ko'rinishi bor edi. U har ham ma'lumotga ega emas, faqat ko'rinishga ega bo'ladi. Endi undan keyingi bosqich 2010-yillarda raqamli egizlik, ya'ni aqlli elementlar har biri o'ziga tegishli xususiyatlarni biladi, parametrlarga ega, o'zini bino degan tushunadi, o'zini ismini biladi degan ham bo'ladi. Xo'p. Endi undan keyingi bosqich 2020-yil, ya'ni pandemiyadan keyingi bosqichda juda ham katta o'zgarish bo'ldi. Ya'ni binoga datchiklar o'rnatilishi yordamida raqamli egizlik avtomatik boshqarilish boshladi. Uni harorati, har bitta xususiyatlar sensorlar yordamida smart uylar xususiyati sifatida qat'iy har bir xususiyatni biriktirishni boshladi. Endi kelajakda nima kutadi? Metaverse construction, ya'ni raqamli dunyoda ko'zoynakni taqish orqali butun dunyoni hozirgi virtual hayotda real dunyo bilan chegaralarni yo'qotishga gap bo'ladi. Xo'p, endi qurilish sohasida raqamlashtirish tezlashishi pandemiyadan keyin mana o'sha qo'ldagi qog'ozli chizmalar rivojlanib kelayotdi. Pandemiyada birdan-bir tezlashib ketdi. Ya'ni hamma uydan o'tirib ishlashni boshladi. Umumiy raqamlashtirish xususiyati bir necha 100 yilga oldinlab ketdi. Demak, buni o'sha boya aytib o'tgan 90-yildan 2030-yilgacha bo'lgan jarayonni qisqa ko'rib chiqdik. Ya'ni raqamli dunyoga o'tish jarayoni. Endi BIM deganimizda oddiy qilib aytganimizda binoni eskiz loyihadan boshlaymiz. Arxitektorga o'tirgan bo'lsa bo'ladi. Eskiz loyiha uni amaliyotga tatbiq etilib, kelajakda foydalanilib, qaysidir joyi ta'mirlashga ehtiyoj bo'lganda rekonstruksiya qilish va oxir xizmat muddati tugatganda uni bizish ishlari amalga oshirishgacha bo'lgan jarayonni ichiga oladi. Qisqa qilib aytganimiz. Xo'p, asosiy ustunligi BIM nima? Binoning bir vaqt o'zida, masalan, muhandis, konstruktor hammasi bir loyiha ustida ishlash imkoniyatini beradi. Umumiy resurslar aniqligini oshiradi. Uni ham endi tezligi, ya'ni masalan, rasmni qaraganimizda qirraligi bor. Ya'ni uzoqdan qarasak rasmni bir xil matnlarni o'qiymiz. Lekin bir xillar aniq bo'ladi. O'shani darajasi bor. Bu lot deyiladi. Lot 100, lot 200, lot 300 va 450. Bunda binoni qanaqa darajadagi optimallash. Masalan, oddiy hajm ko'rinsa lot 100. Lot 200 da bino oynalari, eshiklar joylashib ko'rinadi. Keyingi bosqichda bo'lsa detallar ko'rinadi, umumiy xususiyatlarni modelga biriktirilgan bo'ladi. Hozir 3-bosqichda BIM texnologiya ommalashgan. Xo'p, ekspluatatsiyaga bo'ladi. Oddiy mana shu binoni oladigan bo'lsak, bunda bir nechta elektr tizimi bor, suv tizimi bor. Har bir tizim o'zining xususiyatiga ega. Ya'ni masalan, loyiha xususiyati, ergonomika, masalan, betda o'lchamlari, betda zalda o'tirgan insonlarning ko'rish uzoqligi, qatdan qanaqa ko'rinishigacha hisoblanadi. Bu loyiha. Endi konstruksiya, bu bizning ustimizni bosib qolmasligi uchun bu bino.
Buni konstruksiyasi hisoblanadi, ya'ni og'irligida hisoblanadi har bittasi. Keyingisi biza endi foydalanishimiz uchun chiroq, kommunikatsiya, shamollatish tizimlari hammasini biriktirgan narsa bu muhandislik tizimlari deyiladi. Buni hammasini BIM texnologiya, ayniqsa Revit umumlashtiradi. Xo'p, endi bu BIM texnologiyada oldindan biz quyosh tushishini, qanaqa darajada quyosh tushadi, mana shu binomizni raqamli egizak sifatida oldindan virtual hayotda oldindan qurish imkoniyatimiz bo'ladi. Buni har bitta og'irliklari qanaqa buni quramiz, monolitni qo'ysak, bino qancha monolit ketadi, hammasi hisob-kitob jadvallari bilan paydo bo'ladi BIM texnologiya. Uni nafaqat o'lchamlar. Endi mana shu xonadagi har bitta detalda, mebelda, mashtiga ranglar, tanlangan devordagi naqshlar hammasini ham shu dastur o'zida BIM texnologiyadan foydalanish mumkin. Xo'p, endi buni aytib o'tgandek, har bitta bizda eshik mushasiga hozir uni xususiyati bo'ladi, uni o'lchamlari bo'ladi, oyna mushasiga har bittasi o'zining parametri bo'ladi. Ya'ni oddiy qo'lda chizilganda biz u o'lchamlarni o'zgartirib chiqargan bo'lsak, unda raqamli mana oddiy xususiyatlarni o'zgartirishga kirish bilan umumiy o'zgartirish imkoniyatimiz bo'ladi. Nafaqat bu oyna, har bitta xususiyati, bittiga qaralgan, ishlatilgan har bir material o'zining xususiyatiga ega bo'ladi. Xo'p, demak, bitta model yasaladi binoni virtual. Uni chizmalari avtomatik hosil bo'ladi. Har bittasi koordinatsion holatda hosil bo'ladi. Demak, buni asosiy xususiyatini tushundik. Bittiga to'qnashuvlarni oldini oladi. Masalan, ko'pincha bo'ladi bizning loyiha sohamizda konstruksiya hisoblangandan keyin mijoz talabiga ko'ra qaysidir, masalan, oddiy uy hisoblagan bo'lsak, qaysidir kolonnaga, ya'ni og'irlik ko'taruvchi joyga muhandislik tizimini loyiha qilib qo'yishadi. Lekin arxitektor buni surgan bo'ladi, masalan, 1 metr buyoqqa, lekin uni konstruktor tizimida o'zgarish bo'lmagan bo'ladi. O'shani ham oldindan to'qnashuvlarni aniqlab, kesishmalarni, qizil to'qnashuvni oldindan aniqlab, uni raqamli ko'rish imkoniyati bo'ladi. Demak, umumiy bizning o'zimizni faoliyatda ishlab olgan nafaqat uy-joyda, balki gezlarda faoliyatimizdagi tizimlar ham bor. Demak, umumiy BIM texnologiya uni oldindan shu qurilishgacha bo'lgan jarayonni oldindan raqamli ko'rish kerak bo'ladi. Xo'p, umumiy umumlashtiramiz. BIM texnologiya bir vaqtda o'zida konstruktor, arxitektor, muhandis, injener raqamli virtual raqamli ishlashini imkon beradi. Bu bir samarador bo'lgan ishlash xatolardan qoladi. Endi bitta yana katta mavzu, har birimizni hayotimizga shu pandemiyadan keyin kirib kelgan sun'iy intellekt. Ya'ni bu nafaqat qurilish loyihasi, har bitta kasbda kelajakdagi imkoniyatlarni juda ham xavf ostiga to'xtatadi. Bu bizga raqobatchi bo'ladi yoki-da yordamchi bo'ladi. Ya'ni chet elda dasturchilar, IT-chilar juda ham ommalashgan, hozir yiliga katta korxonalar sun'iy intellektdan foydalanib, ishdan bo'shatishda juda ham mashhur. Ertaga bizdan sohaga ham kirib kelishi muayyan. Hozir kirib kelgan darajasini, xavflilik darajasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni endi xavfli umumiy o'zimizga foydalanishimiz mumkin bo'lgan jihatlar. Shunaqa darajaga yetdiki sun'iy intellekt. Biz qayerdadir hududda binoni qurish chegarasini belgilab emas, u avtomatik tarzda shu chegara asosida parkovka qancha tushishi mumkin. Yer tagida masalan parkovka bo'lsa, ya'ni avtomobillar turadi. Nechta bo'ladi? Unga qancha xarajat ketadi? Betga o'zi shakllanib uchburchak qo'yganimiz yaxshimi yoki molosimon, elsimon, jisimon bir necha variantda avtomatik generatsiya qiladi. Bu bizga konstruksiya bosqichida oldindan planlarni chizish uchun yordamini beradi, hisob-kitoblar ham avtomatik paydo bo'ladi. Nechta xona bo'ladi, oldindan baholaymiz. Bu nafaqat endi hajm, endi planirovkaga ham aralashishni boshladi. Arxitektorlarning eng individual ishlaydigan narsasi planirovka, ya'ni loyiha. Bunda avtomatik generatsiya qilinganini kerak masalalarni olib tashlab, o'zgartirib, yangidan 1 daqiqaning ichida, 1 soatning ichida asosiy konseptni chiqarish imkoniyatini beradi. Nafaqat planirovka, endi vizualizatsiya, binoni hayotda qurilsa qanaqa bo'ladi? Shu planni kiritilgan plan asosida uni rasmini ham barcha chiqarib beradi. Rasm deganimizda bir xil rasm emas. Ya'ni bitta plan asosida qanaqa ko'rinishi, uni bir nechta materialda qanaqa qilsa chiroyli ko'rinadi, qaysi biridan bizga ertaga yaxshiroq. Buyurtmachi ham oldindan baholash imkoniyati oshadi. Bino 3D ko'rinishini ham bunga hozir bor. Umuman BIM texnologiya bu bizga yordamchi bo'ladi, tezroq, aniqroq, samarali qilish uchun. Yoki-da bizga raqobatchi bo'ladi. Henry Fordda gapi bilan so'zimni bu ma'ruzalarni aytmoqchiman, ya'ni kelajakni
rejalashtirish uchun eng yaxshi vaqt hozir. Agar hozir tayyorgarlik ko'rsak, unga demak tayyor bo'lamiz. Agar bo'lmasa, bizlarni demak muvaffaqiyatsizlik kutishi mumkin. E'tiborli uchun Xo'p, ikkinchi mavzumizga o'tamiz. Ikkinchi mavzu ham juda ham aktual. Xo'p, F5 bosamiz. Bo'ldi. Ikkinchi mavzu zamonaviy turar joy majmualarini barpo etishda namunaviy loyihalar afzalliklar. Xo'p, prezidentimiz 2018-yil 18-iyuldagi 38-63 qarorlari bor. Ya'ni aholimizni hammamizni buyuk joyga bo'lgan ehtiyojimiz bor. Lekin bu ehtiyoj hozir qay darajada qondirilyapti, lekin hozirgi uy joylar, ya'ni sotilayotgan uylar, ayniqsa Toshkentda shahar markazlaridagi uylar bizlarning qanchalik to'lov qobiliyatimizga mos. Ya'ni hozirgi qurilayotgan tijorat uylar aksariyati masalan tashqi ko'rinishga ko'proq tikilayotgan chiroyli bo'lishi, kvadrat metrlari yashash ehtiyojini masalan komfort sharoitida o'rtacha bizlar xarid qila oladigan aholini anaqasi xarid qobiliyati 45-55 kvadrat bo'lsa, undan yuqori bo'lyapti. Bizni sotib olishimiz qiyin bor. Lekin namunaviy uylar bor, ya'ni aksariyat bu minimal ehtiyojga yetadigan dastlabki arzon narxda avtomatlashtirish hisobiga arzon sotib olish imkoniyati bo'lgan bo'ladi. Xo'p, demak, bizga ommaviy uy-joy qurilishi uchun bir yaqin shu fojiali o'tmish eslaymiz, ya'ni namunaviy loyihada tez qurilish, ya'ni tipoviy loyihada qachon bizga effektni ko'rsatdi. 1966-yilda Toshkentda kuchli zilzila bo'lgan, unda juda ham ko'p insonlar halok bo'lgan, uy-joylarni yo'qotgan. O'sha paytda, ya'ni o'sha tipoviy loyihada minglab yangi saboqlar berildi bizga, ya'ni tezkor qurilishlar. Namunaviy loyihada o'sha paytda Rossiya tajribasi boshqada SSR tarkibida bo'lganligimiz uchun chet eldan mutaxassislar kelib, o'zidan shu namunaviy loyihadan qurishni boshladi. Bu juda ham tezkor qurilish, effektivlik, ya'ni funksional, asosiy aholi ehtiyojini qondirish uchun xizmat qilgan yechim bo'lgan. Xo'p, namunaviy loyihalar iqtisodiy afzalligi shundan iboratki, bizda oldindan minimal talablar asosida qanaqa yashash mumkin, insonga kerakli ehtiyoj, o'sha narsada loyihada aks etadi. Insonlarning har bir talab, insonlar talabi o'zini ichiga oladi. Sifatli va xavfsizlik. Bizda bilganimizda hozir yangi quruvchilar ko'p. O'zbekistonda 13 mingdan oshiq qurilish tashkilotlari bor. Ularning qurilish qilmagani ham hozir qurilishga kiryapti. Lekin u loyihasini sinovdan o'tganmi yo'q? Sinovdan o'tmagan bo'lsa, biz hayotimiz xavf ostiga qo'yamiz. Ya'ni loyihasiga o'tganmiz, ham moliyaviy xavf ostiga qolishimiz. U qurmagan bo'lsa, loyihasi qancha byudjetga bitishini ham bilmasdan qurilishi yakunlanmay qolib ketayotgan binolar hali ham bor turar joy sohasida. Xo'p, shu narsani oldini olish uchun namunaviy loyihada 5, 7, 9, 12 shu prezidentimizning tashabbuslari bilan shu 16 etajgacha bo'lgan namunaviy loyihalarni ishlab chiqish va hayotga tatbiq qilish, aholini birlamchi joyga bo'lgan ehtiyojini qondirish haqida o'sha qarorlar ijrosini ta'minlash maqsadida bizning tashkilotimiz ham buni amalga oshiradi. Sizningcha namunaviy loyihalar bugun ham foydali bo'lishi mumkin. Namunaviy loyihada foydalanishda nimalarni inobatga olish kerak? Namunaviy loyiha bo'ldi, endi shunga olib hammani qurib olish kerak narsa yo'q. Muhim bitta sharti bor, ya'ni bu geologiyani e'tiborsiz qolish nimaga olib keladi? Ya'ni Bahodir aka bino oldingi mavzuda aytdilar, geotexnika. Men ozgina shuni izoh berib o'tdim. Ya'ni biz loyihani namunaviy loyihada binoning mana tepa qismini tizik bo'ladi. Bu oldindan ishlangan, lekin 0 qism, ya'ni 0 qatlamdan sathdan past qismi hozirgi turgan joyimizga boshqacha, Andijonniki boshqacha, Farg'onaniki boshqacha, Toshkentniki boshqacha, har bir hududda yer maydoni qatlamlari bor. Yaqinligi bor, tuproqning zichligi bor. Buni geotexnik mutaxassislar bundan loyihalashda foydalanadi. Agar buni inobatga olmasak, bizning qurgan narsamiz, ya'ni tipoviy loyihani biz anaqamiz geologik tashkilot, bizda geotexniklar bo'lganligi uchun biz tipoviy loyihamizni integratsiya qila olamiz. Xo'p, bo'lmasa nimaga olib keladi? Bu agar buni shunchaki loyihani olib qurib olsak, bu bizga shu binolarning yorug'lik paydo bo'lishiga, buzilishiga va byudjetda katta yo'qolishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun har bitta 0 sathdan pastni tipoviy loyihani qayta ko'rib chiqish kerak har bir hudud uchun. Umumiy, demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, shu yerni qatlamlariga moslashtirish, umumiy tipoviy loyihani amaliyotga tatbiq etishda muhim xususiyat hisoblanadi. Bizda bu yoqda ko'rishingiz mumkin, loyihalarimizdan namunalar olib kelganmiz. Bu yoqda
5 qavat, 7 qavat, 16 qavatgacha binolarni birlamchi arxitektura konstruksiya loyihalari bor. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Avvaldan borganda rahmat sizga mazmunli ta'limotlaringiz uchun. Kimlarda savollar bor? Marhamat. Ha, sun'iy intellektda biz bir nechta rasm integratsiya qilamiz. Ya'ni Revit dasturi bor. Revit dasturiga maxsus plugin deyiladi. O'sha plugin bor, test suite boshqa. O'sha narsani integratsiya qilamiz. Hozir Gemini degani bor Google tashkiloti ishlab chiqqan Gemini ChatGPT bilan birikkan holatda integratsiya qilib ishlatish, ya'ni o'zimizga yordamchi tayyorlash harakatidamiz biz. Ya'ni aynan biz shunday odam bilan ishlatishimiz bizning o'zimizga aniq buyruqlar asosida bizani avtomatlashtirish, ya'ni qiladigan ishimizni aniq retsept asosida avtomatlashtirib qo'yish, ya'ni osonlashtirish uchun bir nechtasini birlashtiramiz. Hududga borsak, shu hududga nechta xizmatga tushadi degan savol bo'ladi. Bu shu darajadagi hukumat darajasida hokimlik vakillari, boshqa organlar buni rashk qilishga kamida vaqt kelib qoladi. Albatta, bu narsani avtomatik biz tashkilotga murojaat qilsak ham buni bizning ko'rsatishimiz mumkin, ya'ni qanaqa tavsiya berishimiz mumkin. Bu borada bir nechtasini ishlatamiz. Shu test fit eslab qolish mumkin. Test fit deganini eslab qoling. Shu narsani o'zingiz uchun ham ishlatib ko'rishingiz mumkin. Bepul versiyalari bor, aynan bepuldan foydalanish mumkin. Cheklangan holda. Endi sun'iy intellekt tarmog'idagi bepul versiyalarni ko'pchilikning foydalanishi cheklangan bo'ladi. Albatta, bundan ham o'sha eng kerakli bo'lgan va mag'zi shirin bo'lgan joylarini o'sha pdf versiyaga tushib qo'yishadi. Shuning uchun qanchalik pdf versiyadan foydalansa, foydalanishlar shunchalik kengayadi. Yana savollar bormi? Marhamat, savollar bo'lsa. Savollar bo'lmasa, Nodirbek sizga katta rahmat. Ijozatlaringiz bilan bugungi ko'rgazmada faol ishtirok etib, o'zlarini innovatsion ishlanmalari bilan ishtirok etayotgan kompaniyalarimiz bor. Shulardan biri Koreya Respublikasining KST Ltd kompaniyasini O'zbekistondagi vakili Eldor Xo'jaahmedovni taklif etmoqchi edik.